o'lim so'rab duo qilmanglar. Uni hargiz tilamanglar. Agar kimki duo qilishga majbur bo'lib qolsa, aytsinki, ya'ni shunaqa bir qiynalib ketdi, duo qilishga to'g'ri kelib qolsa, shunaqa holatda aytsinki, ey Parvardigor, hayot men uchun xayrli bo'lsa, meni hayotda qoldirgin. Agar vafot men uchun xayrli bo'lsa, meni vafot ettirgin. Tushunarlimi? Tirik qolishim men uchun yaxshilik bo'lsa, hayotda qoldir. Yo'q, dunyodan o'tib ketgani men uchun yaxshiroq bo'lsa, vafot topdir. Chunki kelajakda sizni nima kutib turganligini bilmaysizda. G'azablanma. Seni Allohning g'azabidan uzoqlashtiradigan narsa g'azablanmasliging dedilar. Mana shu hadis g'azabimiz kelgan paytda yordamimizga tushsa zo'r bo'ladi.